Assalomu alaykum shirinlarim. Bugun sizlar bilan sal murakkabroq bo'lgan xamirli taom tayyorlaymiz. Buning uchun bizga mol go'shti, kartoshka, sabzi, piyoz, zelin va un kerak bo'ladi. Avvalo unni qorib olamiz, juda ham qattiqroq qilib. Men tuxum soldim, xamir yirtilib ketmasligi uchun. Xamirni tindirib qo'yganimizdan keyin go'shtlarni yaxshilab yuvib olib, oddiy suvga solib, bir dona piyoz sovoramiz. Piyozni boshi bilan solsangiz, keyinchalik piyozni olib tashlaysiz, dona-dona bo'lib yurmaydi. Va tuz soldim albatta. Keyin tinib bo'lgan xamirimizni chiroyli qilib katta qilib yoyib oldik. Yoyib olganimizdan keyin xamirimizni yog'lab olamiz. Orada sho'rvani ko'piklarini tozalab olib turdim va sabzi, kartoshka, bulg'or qalampirni ham sovordim. Xamirlarni yog'lab bo'lganimizdan keyin uni o'rama shaklida o'rab chiqamiz. Mantiq qosqonni listini yog'lab, o'ramamizni solib, qaynab turgan suvga mantini xonimni qanday qo'ysak, shunaqa qilib qo'yib faqat 45 minut yoki 30 minut emas, 25 minutda xamir o'sha pishadi, chunki uni ichida hech narsa yo'q. Undan keyin piyozlarimizni yarim oy shaklida to'g'rab, qancha ko'p piyoz bo'lsa shuncha ovqat mazali chiqadi. Albatta, men har doim bilasizlar, zelinlarni yaxshi ko'raman. Ko'k piyoz soldim bu safar. Faqat ukrop, kashnish sosinglar ham bo'ladi. Uylarda nima zelin bo'lsa, sosinglar bo'ladi, solmasanglar ham bo'ladi. Uni tayyorlab qo'ydim. Tayyor bo'lgan xamirimizni issiq paytida kesdim. Kesish juda ham qiyinroq bo'ldi. Qo'llarim kuyib kesib tayyorlab qo'ydim. Uni yaxshilab kesib qo'yganimizdan keyin sovish kerak bo'ladi. Boshqa chiroyli suzadigan laganimizga qo'yishimiz uchun ungacha sovib turadi deb kichkina laganga kesib tayyorladim. Undan keyin tovaga yog' solib, ozgina qizganidan keyin boyaga pomidor debman, zelin bilan piyozimizni solib qovurib oldim. Xamirimiz sovigandan keyin piyozlarni ustiga suzib, keyin sho'rvadagi hamma masalliqni tarelkaga suzib olib to'g'radim va tayyor ovqatimizni ustiga chiroyli qilib soldim va uni ustiga yoyib qoshiqlar bilan chiroyli qilishga harakat qildim. O'ylaymanki, sizlarga retseptim yoqadi. Bu juda ham kollagenli, mazali va foydali taom hisoblanadi. Masalan, xamir sovuqlik bo'ladigan bo'lsa, sho'rva bu issiqlik, o'shaning uchun aynan mana shu salqin havolarda, qish faslida yesangiz jonga oro kiradi. Hammaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing. Sizlar uchun mehnat qilishni davom etamiz. Rahmat. Salomat bo'ling.